Namangan shahrida o'tkazilgan Respublika futbol akademiyalari Kubogi 2025 musobaqasida viloyat futbol akademiyasining U13 jamoasi futbolchilari g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shu munosabat bilan viloyat futbol akademiyasida o'tkazilgan taqdirlash marosimida O'zbekiston qahramoni Muhabbat Sharopova ishtirok etdi. Tadbir avvalida so'z olganlar ushbu g'alaba bilan yosh charm to'p ustalarini muborakbod etib, ana shunday muvaffaqiyatlar kelgusida erishiladigan g'alabalar uchun zamin yaratish ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi Harbiy aviatsiya institutining yosh harbiy orkestrlar jamoasining musiqiy chiqishlari esa tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi. Albatta, bugun sport ta'lim maskanida yoshlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Futbol akademiyasining barcha yosh toifalari bo'yicha futbol jamoalari respublika miqyosida o'tkaziladigan musobaqalarga puxta tayyorlab boriladi. Bu kabi amaliy ishlar esa o'quvchi yoshlarning qo'lga kiritayotgan ana shunday g'alabalarda yaqqol o'z aksini topmoqda. E'tiborlisi, qo'lga kiritilgan ushbu yutuq yosh futbolchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini yana bir karra oshirdi. Respublika miqyosida o'tkazilgan bu kabi birinchiliklarda erishilayotgan yaxshi natijalarning yana bir ahamiyatli jihati ana shu bahslarda yoshlar orasidan iqtidorli va iste'dodlilari o'z yosh toifalari bo'yicha respublika terma jamoalariga saralanadi va jalb etiladi. Ta'kidlash lozim, futbol bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqalar kelgusida professional futbolchi bo'lishni maqsad qilgan sportsevar yoshlarning bor mahorati va iste'dodini ko'rsatish uchun bir imkoniyatdir. Ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida murabbiylar qo'l ostida futbol sir asrorlarini o'rganayotgan, tajribalarni oshirayotgan viloyat futbol akademiyasining yosh chempionlariga kubok tantanali tarzda topshirildi.